Birinchi zarbani koreyaliklar beradigan bo'lishdi. Otabekjon Boymurodov qahramon bo'lishi mumkin. Sani jingalak sochlaringdan qoyil Otabek. Voy bo'ladigan bola. Ana endi urish kerak. Yashavor. Endi xotirjam. Abbosbek. Zo'r! Gol. Oldindamiz. Abbos. Sen zo'rsan. Baribir birinchi penaltini urib olish Muhim bu. qolgan futbolchilarga ham ancha xotirjamlik va ishonch taqdim etadi. Ruxsat berildi. Koreyada ikkinchi urinish. Otabek! Voy rahmat otangga. Otabek! Barakalla. Ukamsan, ukam. Asrab qo'ygan ekan mana shu penaltilar seriyasiga sevlarini. Yashavor. Ilib oldi bu safar. Qarang, o'tib ketishi mumkin ekan, ozgina qoldi. Mana shu tashabbus, mana shu tabassum zo'rda. Oldingi safar Avstraliya futbolchisiga qilgandi shuni. Muhammadjonov. Gol! 2-0. Yaratganga shukr. Bu safar yuqoriga aniq ishonch bilan tepildi. Ancha yuqori zarba bo'ldi. Negoz Boymurodov. Tarkibda bormi shunaqasi? Otabek Boymurodov. Posbonimiz. Ay yasha. Yasha. Ajoyib. Zo'r. Darvozabon u tomonga ketdi, to'p esa bu tomonga kirib ketdi. Xotirjam tepdi. Ortiqcha yugurib kelishsiz. Turgan joyda. Xo'p, yana Otabek va koreyalik futbolchilardan biri Kim Ji-soo. Mana Yasha! Yasha Otabek! bo'ldi. Baraka top! Baraka top, ota o'g'il ekansan. Baraka top. Qahramonga aylandi haqiqatdan ham. Bugungi o'yinning g'olibi, bugungi o'yinning g'alabasi O'zbekiston, Otabek Boymurodov. Biz finaldamiz, qadrli do'stlar. Nafaqat jahon chempionati, balki Osiyo kubogi ham bizniki bo'lishi kerak. Nafaqat jahon chempionati yo'llanmasi. Yashasin. Yigitlar katta ish qilishdi, katta mehnat qilishdi. Bugungi g'alaba uchun juda ko'p mehnat qilishdi.